Assalomu alaykum Travertin House kuzatuvchilari. Biz ushbu navbatdagi obyektimizda Xovos tumanida 59 mahallasida o'z nihoyasiga yetkazib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Fasad qismlarini atachentoli variant egalarigacha o'zimiz ustanovka qildik. Undan tashqari sokil xizmatlari ham bizda mavjud. Sokillarda ham o'z xizmatlarimizni ko'rsatganmiz. Tunikafon xizmatlari bu yerda молочный va shokoladniy tunikafonlardan foydalangan holda chiroyli bir ko'rinishga keltirib berdik. Ichkari tomon qismlariga keladigan bo'lsak, darvozaxona qismlarini ham mana ko'rishingiz mumkin. Молочный shokoladniy ranglardan chiroyli darvozaxonaga o'ziga travertin devorlarga mos holatda chiroyli bir holatga keltirdik. Bundan tashqari tiyaga xizmatlarimiz mana ramkali, chiroyli bir dizayn, однотонный variantlarda qilganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana ichkari tomon dizaynlariga e'tibor bering. Bundan tashqari mana tiyagalarigacha, devor qism, sokil qismlarigacha hamda bizda bruchatka xizmatlari ham mavjud. Bruchatka o'zimizda Travertin House korxonamiz tomonidan ishlab chiqariladi. Kimga bruchatka, sokil, travertin, tiyaga, tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizda Travertin House korxonamizga murojaat qilishlaringiz mumkin.